ATSS tushgan testning oson yechimini qaraymiz. Masala shartiga ko'ra trapezan yuzini so'rayapti. Biz aylana markazi bilan trapezan kichik asosining uchlarini tutashtiramiz. Demak, bizga ma'lum uchta teng burchaklar hosil bo'ladi. 60 gradus, 60 gradus, 60 gradus. Demak, bu ham radius bo'lganligi uchun radius bu ham 10 ga teng. Bu chiziq ham 10 ga teng. Demak, bu uchburchak muntazam uchburchak, bu ham muntazam uchburchak, bu ham muntazam uchburchak. Demak, bizlar teng bo'lgan 3 ta muntazam uchburchakka ega bo'ldik. Trapezan yuzi 3 ta uchburchakning yuziga teng. Demak, 3 ko'paygan ilzos 3 taqsim 4 10 ning kvadrati 3 ilzos 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 100 qisqarsa 25. Demak, 75 ilzosida 3. C javob.